Agar shu uyimiz yoqqan bo'lsa, oldindan bitta laykka bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. O'rtoqlar, hozir kelgan lokatsiyamiz Toshkent tumani Keles sanatoriyada bo'ladi. O'rtoqlar, mana shu xonadonimiz 4-7 sotuvli yer maydoniga qurilgan. Ko'rasizlar, fasad ishlari hammasi to'liq bitkazilgan. Pul srochniy bo'lganiga $86,000 berib yuboraman deyapti. Bu yoqda naves qilib qo'yilgan, bemalol katta avtomobil ketadi. Bu yoqdan letniy kuxnani ko'rib turibsizlar. 5 sotuvni 50 ming hisoblasangiz, $30,000 $30-35,000 mana shu uyni qurib ola olmaysiz. Srochniy bo'lgani uchun sotilayotgan joy. Birinchi mehmonxonamiz katta kenglikda. Bu yoqda ikkinchi mehmonxonamiz bor. Shu turishida bo'lyapti. Kattagina, kengina hol, televizor qo'yib, uglab qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Uchinchi xonamiz spanniy bo'lsa, bu yoqdan ham koridor ketgan. 4-xona va 5-xona o'zining ichida sanuzellari bor, qo'l hisobga kirmayapti. Bu yoqda katenniy tizimlari hammasi shu yoqqa qilib qo'yilgan. Bu yoqda bitta sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana oshxona joylashgan, katta kenglikda. Oshxonani tegi bu yoq zinadan tushiladi. Podval bo'ladi. Podvalni o'zingiz ko'rib turibsizlar, xohlasanglar xona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Hattoki mana isitish tizimlari to'pli pol. Malyarkan ishi, bu yoshda shuni tark etib qo'yasizlar, kirib bemalol yashab olasizlar. $86,000 vafshim zo'r narx. Mana shu xonadonimizga jigarlar, telefon nomeri bor. Shunday telefon qilasiz, kelasiz, bosib olasiz yoqsa.